Bismillahirrohmanirrohim. Akalar ukalar, assalomu alaykum. Sizlarga mashinani birini topib qo'ydim. Mana xudo xolasa topib qanday akamizga o'zimiz iltimos qildim. To'g'risi aka, soting mana shu mashinangizni, men bitta internetimga qo'yay, shu Instagramga aka sotaylik dedim. Akamiz ham zo'r odam, tushungan, o'zlari uchun olgan mashinani. Mashina mutlaq benzinda. Benzinda Liboy 80, 92, 95 o'zlaring qanaqa bo'lsa qo'yib yurasizlar. Lekin akamiz benzinchi boladan doim 92 qo'yib yuradilar. Xo'p akalar, mashinamiz xudo xolasa umuman udari o'zlaring uchun tekshirtirib, boshqa qilib olib olasizlar. Inshaalloh. Hamma nasib qilsin. Hamma zo'r ekan. Undan zo'rlardan, yangilaridan olaylik inshaalloh. Hamma nasib qilsin. 2000-yil W210 yeshka degandan Mert balonlari ham yangi hisobda, mana hammasi bor. Eng kami 95% dan bor hamma balonlar. Disk yo'q-poq yemaydi motorlari. Minadigan holatda hech qanaqa rasxoti yo'q. Xudo xolasa umuman rasxoti yo'q. Tavernislar qilib beriladi. Narxini aytdim sizlarga, narxi o'sha 10,5 mingdan xudo xolasa sunnatiga o'tib beradi akam. Mashinamizning hamma elektronikalari, hamma narsasi ishlab turibdi. Aka, sog' bo'ling. Mana taniq holatda ko'rib turibsizlar. Umuman mashina aybi yo'q. Inshaalloh akalar, olinglar, foydalaninglar mashinadan.